2025-yil Sho'rtan gaz kimyo majmuasi jamoasi uchun ham samarali va yutuqlarga boy yil bo'ldi. Korxona barcha asosiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini muddatdan avval bajarishga erishdi. Shuningdek, majmua va Xitoy kompaniyasi hamkorligida O'zbekistonda ilk bor tarmoqsimon polietilen ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu kabi istiqbolli loyihalar 2026-yilda ham davom etadi. Yangi yil barchamizga yanada omadli, barakali va ulkan yutuqlarga boy yil bo'lsin. 2025-yil biz uchun juda mas'uliyatli va samarali yil bo'ldi. Biz bir jamoa bo'lib harakatlanib, ishlab chiqarish rejasini bu yil ilk marotaba 102% ga bajardik. 2026-yilda oldimizga ulkan maqsadlarni qo'yib, yangi marralarga erishishni rejalashtirganmiz. Shu fursatdan foydalanib, barcha hamkasblarimizni va O'zbekneftgaz xodimlarini kirib keladigan yangi 2026-yil bilan O'zbekiston JTL jamoasi nomidan samimiy muborakbod etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. 2025-yil Buxoro neftni qayta ishlash zavodi uchun muhim yutuqlar va xalqaro e'tirof yili bo'ldi. Korxonamiz IS 9100D xalqaro standarti bo'yicha platina sertifikatini qo'lga kiritdi. Bu yutuqlar esa zavodimizning Markaziy Osiyoda mazkur maqomga ega yagona korxona ekanini tasdiqladi. 2026-yilni ishonch, innovatsiyalar va yangi yuksak maqsadlar bilan qarshi olmoqdamiz. O'zbekneftgaz tizimidagi butun jamoani, shuningdek, barcha yurtdoshlarimizni yangi yil bilan chin dildan tabriklaymiz. ...2025-yil gazli neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasi uchun barqaror rivoj, samarali mehnat va muhim yutuqlar yili bo'ldi. Korxonamizni ishlab chiqarish ko'rsatkichlari oshdi. Yangi texnologiyalar joriy etildi va jamoamiz yanada jipslashdi. 2026-yilni ishonch, yangilik va katta marralar bilan qarshi olamiz. Barchangizni yangi yil bilan tabriklaymiz. Joriy yilda Muborak gazni qayta ishlash zavodimizda mahalliylashtirish, raqamlashtirish va avtomatlashtirish dasturi doirasida keng ko'lamli ishlar olib borildi hamda qurilmalar modernizatsiya qilinib, zamonaviy energiya tejamkor loyihalar amalga oshirildi. 2026-yilda ham yangidan yangi iqtisodiy samarador loyihalarni amalga oshirib, katta marralarni qo'lga kiritish niyatidamiz. Shu fursatdan foydalanib, O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tizimidagi barcha tashkilotlar va zavodimiz jamoasini yangi yil bilan tabriklaymiz. Yangi yil muvaffaqiyatlar, samarali natijalar va kasbiy faoliyatimizda izchil o'sish yili bo'lishini tilaymiz. Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi 2025-yilda ulkan natijalarni qo'lga kiritdi. Boshqarmaning 45 yillik keng nishonlandi. Shu bilan bir qatorda qayta tiklanuvchi energiya manbalari joriy etildi. Energiya tejamkor qurilmalar o'rnatilib, yuqori samaradorlikka erishildi. Tabiiy gazni tozalash jarayonlarida muhim ahamiyatga ega bo'lgan yirik hajmdagi absorber qurilmalari ilk bor mahalliylashtirildi. Boshqarmada xavfsiz va unumdor mehnat faoliyati shakllantirildi. Kirib kelayotgan yangi yil barchamizga omadlar olib kelsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.